Barakam? Kelishdik. Bo'ldi, barak. Rabik 45 ming, pakalina gazini ko'ring. Ha, metan qo'ydirganimga bir oylardan oshdi. Nech pulga oldingiz? Ya aka olganimni qo'yavering o'zi Nech pul aka? 28 ming. 28. Oxirgi narxi nech pul? Ya aka undan bir so'm ham o'tib bera olmayman. Buni davlat narxi nech pul edi? 540 yo 570 ta bu eng so'li GT-Line. GT-Line 570 million. Lekin arzon qo'ysak aka bir deganda sotiladi. Nima ishi bor hozir mashinani? Aka gram ham ishi yo'q. Shunday olgan odam shunday haydab ketaveradi. O'zim birini plyonka qildirganman, metanni qo'ydirib qo'yganman. Yap-yangi archa balon taqqanman, yaxshisidan. Sal kelishtirib beraylik, sal kelishtirib. Ya aka, lekin umuman Mana qarang aka. Ma hammaga tegishli sotishda 3 ta yo'li bor-da. Mashina sotishda 3 ta yo'li bor. O'sha ko'p negativchilar ham mana o'zlari mashina olib, birov mashina olib kelsa yerga uradi, lekin o'zlarining mashinalarini qimmat aytib turibdi debdi-da. Mana shu turgan mashinalar odamlar tashib ketgan, narxini egasi aytib ketgan. Shuning uchun ham qimmat aytib ketgan uchun sotilmay arzonroq bersangiz, o'zim sizga naqd pulingizni beraman-da, o'zim nasiyaga chiqarib beraman. Agar meni pulimga bermasangiz, Instagramga tekinga reklama qilib beraman. Unda bozor narxidan arzonroq berishingiz kerak. Xohlasangiz $30 ming tashib keting, xohlasangiz $35 ming tashib keting, reklama qilmayman. Mashina qo'yib qo'yaman. Siz aytgan bahoyingizni aytib turamiz, lekin Instagramga chiqarmayman. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman, aytib turamiz. 28 ming dan arzonroq bersangiz, qo'yaman. Nasiyaga ham sizni pulingizda naqd beraman-da aka. Siz pulingizni naqd beraman-da. Nasiyaga 30 mingga xohlasa pul berib olsin, xohlasa pul bermay olsin. Faqat pulini o'tib bering. Yo'q aka, pulni o'tolmayman. 25 ming beraman. Yo'q aka, 28 mingdan umuman o'tib beraman. O'zi men sizda mashinalarga unaqa ko'p qo'ymaydiganingizda, arzon sotadiganingizni ko'rganimga sizga berdik aka. 25 ming. 22 mingga ham kabi ishlar bor aka, lekin ular bunaqa pozitsiyasi emas-da, bu full aka. 340 millionligini 20 mingga ham topsiz. Ya shunday 570 million deb. Hozir o'rganib chiqdi narxini. Agar 25 mingga bersangiz, men arzon qo'ygan bo'laman, bering 25 ming. Yo'q aka, 28 dan umuman kam bera olmayman lekin. 26 mingga berasizmi? Aka 28 dan 1 so'm kam bo'ladigan bo'lsa bermayman. To'g'risi, umuman kam bera olmayman. Eng oxiri 28. Yaqin masala. Naqd pulga bo'layotgan bo'lsa 26 ming beraman. Agar yo Instagramga qo'yib bering desangiz 27.900 qilib qo'yib beraman. O'zim $30 ming mana aytib anaqa qilyapman. $30 ming bir yilga nasiyaga beraman. Bo'ldi aka, mayli shu 27.900 ga ham qo'yib beraman. 27.900 agar klient chiqsa hozir pul berib yubormayman sizga lekin. Klient chiqsa sizni qo'lingizga 27.900 ga beraman, 30 mingga o'zim sotaman.